Ota-onamni Umra safariga jo'natmoqchiman, lekin qaysi kompaniyadan jo'natishni bilmayapman. Litsenziyasi bo'lsa zo'r bo'ladi. Ota-onam borganda qiynalib qolmaydi deganlar uchun Xudo xolisa bugun Hikmat Travelga yetib kelganmiz. Aytib o'tganimizdek, ota-onalarni jo'natsalaring, yaqinlarini jo'natsalaring Xudo xolisa qiynalib qolishmaydi, xijolat bo'lmaysizlar. Litsenziya tomonidan umuman o'ylamasalaring bo'ladi. Xudo xolisa Hikmat Travel litsenziyalangan kompaniya. Videoda oxirigacha ko'rib tursalaring, narxlar qanaqa bo'lyapti, shart-sharoitlari qanaqa, Xudo xolisa sizlarga to'liqroq ma'lumotni Abdug'affor akadan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Abdug'affor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Alaykum assalom, rahmat ukam. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolisa aka, obunachilarimizga bitta shart-sharoitlarini, narxlarini tushuntirib bersangiz, ota-onam yaqinlarimni jo'natganda uyaltirib qo'ymaydimi degan kompaniya Xudo xolisa aytib qo'ydim. Hikmat Travel dedim. Xudo xolisa gapimiz ustidan chiqib bitta sharoitlarni tushuntirib bersangiz endi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, gastinisalarimiz uzoqligi 200-300 metr Madina Munavvarada. Madina Munavvarada. Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Xo'p, qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushadi, Xudo xolisa. Zo'r. Endi Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari. Xo'p, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, Xudo xolisa. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 3 mahal, Xo'p, endi bundan tashqari 50 bosh xizmati. Hammani qiziqtiradigan 50 boshimiz aeroportdan iloji boricha billa borib, billa kelishadi, Xudo xolisa. Undan tashqari firma tomonidan so'mka beriladi, kamzil, bejik beriladi. Vizalarni ham iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz, Xudo xolisa. Undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham beriladi. Zo'r, bonus tariqasida qo'shib beriladi. Bonus sifatida beriladi. Endi to'lovlar masalasini qiziqadiganlar uchun to'lovlarni xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilsin, xohlasa onlayn to'lov qilsin. Ofisga kelib to'lov qiladiganlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatlarda ofislarimiz bor. Qaysi joylarda bor? Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p, yo'q bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun bemalol mana shu nomerlarda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Xo'p. Internetdan aloqaga chiqsalaring, bemalol tushuntirib beramiz. Joylarni bron qilsalar ham bo'laveradi. Rasmiy hisob raqamini beramiz, bank orqali to'lov qilasizlar. Bank orqali ham to'lov qilsa bo'ladi. Xudo xolisa ishonch tomonlama bemalol to'lov qilsalaring bo'ladi. Xohlasa $50, $100 zakolat tashishadi, qolganini aeroportga borib berishaveradi. O'zlariga qaysi bir udobniy bo'lsa, shu yo'nalishda bemalol ishlayveramiz, muammo bas. O'sha bonusdagi narsalar qo'liga olishgandan keyin qolganini to'lov qilib bersa bo'ladi. Xudo xolisa aeroportga borishgan, aeroportga borishgandan keyin Xudo xolisa ishonch tomonlama umuman muammo emas. Xudo xolisa o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya sharoitlarda eshitdilar. Endi qaysi kunlarga reyslarimiz bor endi? Xo'p, qaysi Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimizni kunlarini aytib o'tamiz. Iyul, avgust oylariga reyslarimiz qo'yilgan. Hozir iyul oyini aytib o'tamiz. 16-iyul, 20-iyul, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $950 qilib beramiz. $950. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimizning narxi $950 qilib beramiz. Zo'r. Xo'p, yo'q bizga Farg'onadan bo'lsin, vodiydan uchmoqchiman deydiganlar uchun Farg'ona reyslarimiz kunlari 17-iyul, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Xudo xolisa buni narxini $990 qilib beramiz. $990, zo'r. Vodiydiki ham narxi tushdi, Toshkentnikini ham narxi tushdi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, tushgan narxlarda qilib beramiz. Sezilarli darajada narxlar tushgan, sharoitlar o'zgarmagan, Xudo xolisa o'sha sharoitlarda bo'lyapti, Xudo xolisa. To'lov shartlarini hammasini aytib o'tdik. Reyslarda aytib o'tdikmi aka? Reyslarda aytdik, Xudo xolisa. Reyslarda aytib o'tdik, Xudo. Endi yana 4 kishidan oshiq bo'lib boradiganlar uchun yana jinga-jingadan chegirma qilib beramiz. Skidkalar bor. Skidkalar bor. Skidkalar bor. Aloqaga chiqsalar ham Xudo xolisa chiroyli qilib berishadi. Pastda Abdug'affor akaning o'zlarining nomerlari turibdi. Bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Xudo xolisa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarini yetkazib berishadi. Qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, o'ylanmasdan, tortinmasdan telefon qilinglar. Chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlarini yetkazib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa keyingi videolarimizda ko'rishguncha